Salom, aziz do'stlar va kanalimizning qadrli obunachilari. Bugungi videoni zudlik bilan boshlayman. Chunki hozir aytadigan ma'lumotlar hayotingizda juda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ko'pchiligingiz intizorlik bilan kutayotgan davlat tomonidan qo'shimcha to'lov, ya'ni katta doplatda borasida bugun men sizga eng so'nggi va eng muhim yangiliklarni taqdim etaman. Ishonchim komilki. Agar siz bu videoda aytilgan bir nechta oddiy ammo o'ta zaruriy ishlarni qilmasangiz, afsuski sizga tegishli bo'lgan ana shu katta miqdordagi qo'shimcha to'lov sizning hisobingizga kelib tushmasligi mumkin. Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Ayniqsa pensiya oladiganlar, ijtimoiy nafaqalar oladiganlar, nogironlik nafaqasi oladiganlar, farzandlari bor oilalar va boshqa ko'plab toifadagi fuqarolar uchun juda ham muhim. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Va shu zahot kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga esa like bosishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada ko'proq foydali ma'lumotlar tayyorlashda katta yordam beradi. Muammoning mohiyati xo'sh, avvallar vaziyat qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, shu haqida batafsil to'xtalamiz. Avvallari ko'plab ijtimoiy to'lovlar, jumladan pensiyalar va nafaqalar ma'lum bir muddat o'tgach avtomatik tarzda qayta hisoblanar yoki belgilangan muddatlarda yangilanardi. Masalan, pensiya oluvchilarning ma'lumotlari muntazam ravishda tekshirilar. Indeksatsiya qilinishi bilan to'lov miqdori oshirilar edi. Ko'p hollarda odamlar o'zlari hech qanday qo'shimcha harakat qilmasdan hisoblariga kelib tushadigan mablag'ning ko'payganini ko'rishar edi. Davlat organlari asosan o'zlarining ichki ma'lumotlar bozori asosida ish ko'rar. Agar biron bir o'zgarish bo'lsa, uni o'zlari aniqlab, tegishli qoralarni ko'rar edi. Bu albatta ko'pchilik uchun qulay edi, chunki ortiqcha byurokratik jarayonlarga aralashishga hojat qolmasdi. Odamlar bir marta hujjat topshirgach, keyingi ishlarning katta qismini davlat tashkilotlari bajarishiga ishonishar edi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonunchilik hujjatlari qabul qilingani va raqamli tizimlarga o'tilishi munosabati bilan endilikda sizning davlatdan olishingiz mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, ya'ni siz intizorlik bilan kutayotgan katta doplatda uchun o'zingiz faol harakat qilishingiz talab etiladi. Hukumat ma'lumotlar bazalarini yangilash va ijtimoiy to'lovlar tizimini shaffoflashtirish maqsadida ba'zi turdagi to'lovlar uchun shaxsiy ma'lumotlarni qayta tasdiqlash yoki qo'shimcha hujjatlarni taqdim etishni majburiy qilib qo'ydi. Bu shuni anglatadiki, agar siz ushbu yangi talablarni bajarmasangiz, hatto sizga bu qo'shimcha to'lov huquqiy jihatdan tegishli bo'lsa ham, u sizning hisobingizga kelib tushmaydi. Davlat organlari endilikda sizning ma'lumotlaringizni o'z-o'zidan yangilashga majbur emas. Endi javobgarlikning bir qismi aynan sizning zimmangizga yuklatilgan. Bu jarayon davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, manzilli yordamni kuchaytirish va haqsiz olinayotgan to'lovlar oldini olish maqsadida joriy etilgan. Asosan gap shu haqda ketmoqda. Sizning ma'lumotlaringiz eski deb hisoblanish yoki sizning eligibility, ya'ni to'lovga layoqatli ekanligingiz yangi standartlarga muvofiq tasdiqlanmagani uchun tizim sizga doplatda berishni bloklaydi. Bu oddiygina texnik yoki byurokratik to'siq emas. Bu yangi siyosatning ajralmas qismi. Shuning uchun bu masala avvalgi oddiy tartiblarga nisbatan ancha jiddiy va dolzarb tus oldi. Batafsil tahlil, nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga xavotir olish shart emas keling. Endi bu yangi tartib qanday mexanizm asosida ishlashini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qo'shimcha to'lov, ya'ni doplatda ko'pincha inflyatsiya tufayli yuzaga kelgan narxlar o'sishini qoplash, yashash minimumini oshirish yoki aholining muayyan zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida ajratiladi. Lekin yuqorida aytganimdek, bu mablag'ni olish uchun sizdan aniq bir harakat talab etiladi. Kim xavotir olishi kerak? Bu savolga javob berishda sizning vaziyatingizni sinchiklab tahlil qilishimiz zarur. Umumiy qilib aytganda, quyidagi toifadagi fuqarolar xavotirga tushishlari va darhol choralar ko'rishlari kerak. Birinchi, pensiya oluvchilar. Agar sizning pensiya hujjatlaringiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz so'nggi 2 yil ichida yangilanmagan bo'lsa, xavotirga tushing. Masalan, sizning shaxsiy pasportingiz muddatini o'tkazib yuborgan bo'lishingiz yoki yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga yetkazmagan bo'lishingiz ehtimoli bor. 2. Ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar, bolali oilalar uchun to'lovlar,
ishsizlik nafaqasi oluvchilar va boshqalar. Bu toifadagi to'lovlar ko'pincha har 6 oyda yoki yilda bir marta qayta ko'rib chiqiladi. Endilikda bu jarayon uchun sizdan aktiv ishtirok talab etilishi mumkin. Masalan, oilaning daromadi o'zgarishi yoki oila a'zolarining tarkibi o'zgarishi haqidagi ma'lumotlarni yangilash. Nogironlik nafaqasi oluvchilar. Nogironlik guruhi yoki turi bo'yicha beriladigan nafaqalar ko'pincha muntazam tibbiy ko'riklardan so'ng tasdiqlanadi. Agar sizning nogironlik guvohnomangiz yoki tibbiy xulosalaringiz muddatini o'tkazib yuborgan bo'lsangiz yoki ular yangilanishi lozim bo'lgan bo'lsa, sizning to'lovingiz ham xavf ostida. Farzandlari bor oilalar uchun to'lovlar. Ko'plab mamlakatlarda bolalar uchun qo'shimcha to'lovlar, maktabga tayyorgarlik uchun nafaqalar yoki yosh bolali onalar uchun subsidiyalar mavjud. Bu to'lovlar uchun bolaning maktabga borishi, bog'chaga qatnashi yoki oilaning daromad holati kabi yangi ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. 5 veteranlar va boshqa imtiyozli toifadagi fuqarolar. Maxsus xizmatlari uchun beriladigan qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar ham yangi qoidalarga ko'ra sizdan ma'lumotlarni tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Bu, masalan, yashash joyingiz, sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar yoki sizning imtiyozli holatingizni tasdiqlovchi hujjatlarning yangilanishini o'z ichiga olishi mumkin. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. 20 misol. Keksa yoshli pensioner tasavvur qiling. 55 yoshli Mavluda opa yolg'iz yashaydi va 2010-yildan beri standart pensiya oladi. Uning pasporti 2022 yilda yangilangan, lekin u yangi pasport ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etmagan. Endi yangi qarorga binoan barcha pensionerlarga inflyatsiya o'sishini qoplash va minimal yashash standarti o'sishi sababli har bir pensionerga oyga qo'shimcha 1,7 ming so'm doplatda berish belgilanadi. Biroq bu doplatda faqatgina oxirgi 2 oy ichida o'z ma'lumotlarini to'liq yangilagan pensionerlarga avtomatik tarzda to'lanishi ko'rsatilgan. Mavluda opaning eski ma'lumotlari bazada turgani uchun tizim uni o'z ma'lumotlarini yangilamagan deb hisoblaydi va unga bu qo'shimcha 1,5 ming so'm pul kelmaydi. Mavluda opa yangi pasportini va bank rekvizitlarini pensiya jamg'armasiga yoki tegishli ijtimoiy xizmatlar markaziga taqdim etmaguncha bu puldan mahrum bo'ladi. Bir yilda bu 1,800 ming so'm degani. Kichik bir harakatni qilmaslik natijasida shuncha pulni yo'qotish achinarli holat. 2 misol. Bolali oila 35 yoshli Gulnora 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan yashaydi va kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqa oladi. Hukumat yaqinda bolalarni maktabga tayyorlashni qo'llab-quvvatlash maqsadida 7 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan har bir maktab o'quvchisi uchun oyiga 1 ming so'm miqdorida qo'shimcha nafaqa doplatda ajratishni e'lon qildi. Ammo bu to'lovni olish uchun oila har o'quv yili boshida bolaning maktabda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma va oilaning oxirgi 3 oylik daromadlari haqidagi yangilangan ma'lumotlarni taqdim etish shart qilib qo'yildi. Gulnoraning bir farzandi 9 yoshda, ikkinchisi 14 yoshda, ikkalasi ham maktabda o'qiydi. Gulnora oldingi yillarda faqat bir marta daromad haqida ma'lumot bergan va bu yil yangi talab haqida eshitgan bo'lsa-da, ishlarim ko'p deb o'ylab maktabdan ma'lumotnoma olib bormagan. Natijada u har ikki farzandi uchun olish kerak bo'lgan jami 200 ming so'm doplatdan mahrum bo'ladi. Agar u o'z vaqtida tegishli hujjatlarni taqdim etganida. Oyga qo'shimcha 200 ming so'm, bir yilda esa 2400 ming so'm olardi. Bu oilaning byudjetiga sezilarli darajada yordam berishi mumkin edi. 3 misol. Nogironligi bo'lgan shaxs Kartim yoshli Baxtiyor I guruh nogironi. U har oyda nogironlik nafaqasi oladi. Yaqinda hukumat I va I guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy xizmatlardan foydalanish xarajatlarini qoplash maqsadida oyiga 70 ming so'm qo'shimcha to'lov doplatda ajratishni e'lon qildi. Ammo bu to'lovni olish uchun har 2 yilda bir marta nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa va davolanish kurslari haqidagi ma'lumotnomani ijtimoiy himoya agentligiga taqdim etish shart qilib qo'yildi. Baxtiyorning oxirgi tibbiy xulosasi 1 yil oldin olingan. Uning xulosasi hali kuchda bo'lsa-da, yangi qoidalar bo'yicha u yangi doplatda uchun alohida ariza bilan murojaat qilib, o'zining joriy tibbiy holatini tasdiqlovchi yangilangan ma'lumotnomani taqdim etishi kerak edi. Baxtiyor bu yangilikdan bexabar bo'lib hech qanday hujjat topshirmadi. Natijada har oyda 70 ming so'm, bir yilda esa 800 ming so'm puldan mahrum bo'ladi. Bu mablag' uning dori-darmon yoki tibbiy muolajalarga bo'lgan
ehtiyojini qoplashda juda katta yordam berardi. Kimga xavotir olish shart emas. Albatta, hamma ham xavotirga tushishi shart emas. Agar siz quyidagi toifalardan biriga kirsangiz, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz allaqachon yangilangan yoki sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. 1. So'nggi 6-12 oy ichida shaxsiy ma'lumotlaringizni to'liq yangilaganlar. Agar siz shu muddat ichida pasportingizni almashtirgan, yashash manzilingizni o'zgartirgan, familiyangizni o'zgartirgan va bu o'zgarishlarni barcha tegishli davlat organlariga, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi, banklar rasman bildirgan bo'lsangiz, demak sizning ma'lumotlaringiz yangilangan hisoblanadi. 2. Davlat tashkilotlarida ishlovchilar. Ko'pgina davlat idoralari va tashkilotlarida ishlovchilarning ma'lumotlari markazlashtirilgan tizim orqali muntazam ravishda yangilanib turadi. Sizning kadastr ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlaringiz, oilaviy holatingiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda yangilanadi. Ammo shunga qaramay, xavfsizlik uchun siz ham o'z tashkilotingizning kadrlar bo'limidan yoki tegishli mas'ul shaxslardan so'rab ko'rishingiz foydadan xoli bo'lmaydi. 3. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar yoki nafaqa oluvchilar. Agar siz so'nggi 1 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki yangi nafaqa turini rasmiylashtirgan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz va ma'lumotlaringiz allaqachon to'g'ri va to'liq tarzda kiritilgan bo'ladi. Shuning uchun sizdan qo'shimcha harakati talab qilinmasligi mumkin. Maxsus dasturlar doirasida ishtirok etayotganlar, ba'zi ijtimoiy dasturlar ishtirokchilar uchun ma'lumotlar almashinuvi avtomatlashtirilgan bo'ladi. Masalan, bir martalik yordam olganlar yoki o'z-o'zini band qilish dasturlarida ishtirok etayotganlar. Muhim eslatma, agar siz yuqoridagi xavotirga tushish shart emas toifasiga kirsangiz ham, men sizga baribir tegishli organlarga murojaat qilib, o'z ma'lumotlaringizning yangilanganligini bir marta tekshirishni qattiq tavsiya qilaman. Hatto kichik bir texnik xato ham sizni qo'shimcha to'lovdan mahrum etishi mumkin. Ishonch yaxshi, nazorat undan ham yaxshi degan naql bor. Qoidadan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar endi esa ushbu jarayonning ba'zi istisnolariga, e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak bo'lgan qaltis jihatlarga va ko'pchilik tushunmaydigan noaniq nuanslarga to'xtalib o'tamiz. Bu qismlar sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishga yordam beradi. Qoidadan istisnolar. Avtomatik yangilangan ma'lumotlar. Ba'zi fuqarolarning ma'lumotlari avtomatik tarzda yangilanadi va ulardan qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Masalan, Mudofaa vazirligi tizimida xizmat qiluvchilarning pensiya ma'lumotlari muntazam yangilanib turadi. Chunki ularning shaxsiy jildlari doimiy nazoratda bo'ladi. Xuddi shunday, bank kartasiga pensiya yoki nafaqa oladiganlar. Agar o'sha bank orqali pasport ma'lumotlarini yaqinda yangilagan bo'lsalar, ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida ham aks etishi mumkin. Ammo bu doim ham shunday bo'lmaydi. Shuning uchun bunga to'liq ishonib qolmaslik kerak. Yaqinda amalga oshirilgan katta hayotiy o'zgarishlar. Agar siz so'nggi 6 oy ichida pasportingizni almashtirgan, turmush qurgan, familiya o'zgartirilgan bo'lsa, farzandingiz tug'ilgan va bu haqida FHDGga fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari orqali ma'lumotlarni yangilagan bo'lsangiz, ehtimol sizning ayrim ma'lumotlaringiz allaqachon tegishli organlarning bazalariga avtomatik ravishda tushgan bo'ladi. Lekin har bir holatda ham bu avtomatizm ishlamaydi. Chunki davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi ba'zida to'liq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun masalan, pasportingizni yangilaganingizdan so'ng ushbu ma'lumotni pensiya jamg'armasiga yoki ijtimoiy himoya agentligiga alohida xabar berishingiz talab qilinishi mumkin. Yosh yoki nogironlik darajasi bo'yicha imtiyozlar, juda keksa yoshdagi. Masalan, sankin yoshdan oshgan pensionerlar yoki guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ba'zi ma'lumotlarni yangilash talablari soddalashtirilishi mumkin. Misol uchun, ulardan tibbiy ko'rikdan qayta o'tish talab qilinmasligi yoki ularning nomidan qarindoshlari hujjat topshirishiga ruxsat berilishi mumkin. Bu kabi istisnolar odatda rasmiy hujjatlarda aniq ko'rsatiladi. Lekin bu degani ular hech narsa qilmasliklari kerak degani emas. Ular uchun ham, masalan, yashash manzilini tasdiqlash yoki bank rekvizitlarini yangilash kabi oddiy talablar bo'lishi mumkin. Qaltis jihatlar va tuzoqlar. Eski ma'lumotlarga tayanish. Eng katta tuzoq bu avvallari shunday edi. Demak, hozir ham shunday deb o'ylashdir. Eski qoidalar va tartiblar endi ishlamaydi. Yangi tizimda har bir qadam muhim va ba'zida oldindan kutilmagan talablar qo'yilishi mumkin. Masalan,
sizning hisobingizga pensiya kelib tushishi uchun. Sizning mobil telefon raqamingiz tizimda ro'yxatdan o'tgan bo'lishi va SMS xabarnomalar olishga rozi bo'lishingiz shart qilib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa birov qilib beradi deb o'ylash. Ko'plab odamlar, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar o'zlarining hujjat ishlarini farzandlari yoki nevaralariga ishonib topshirishadi. Bu juda yaxshi odat, lekin shunga qaramang, mas'uliyatni to'liq boshqaga yuklab, o'zingiz bu jarayondan bexabar qolish qaltis vaziyatga olib kelishi mumkin. Masalan, sizning nomingizdan harakat qiluvchi shaxs muhim bir talabni esdan chiqarish yoki noto'g'ri tushunishi mumkin. Muddatlarni noto'g'ri talqin qilish. Ba'zida rasmiy e'lonlarda muddatlar aniq ko'rsatilmaydi yoki tushunarsiz qilib yoziladi. Yaqin orada yoki tez kunlarda kabi iboralar sizni chalg'itmasligi kerak. Bunday hollarda aniq sanalib bilish uchun bevosita tegishli organga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l. Masalan, qo'shimcha to'lovni olish uchun arizalar joriy yilning oxirigacha qabul qilinadi deyilgan bo'lsa, sizning dekabrning oxirgi kuniga qoldirishingiz tizimni yuklab yuborishi va natijada sizning arizangiz ko'rib chiqilmay qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qilish lozim. 4. Firibgarlar. Har qanday yangi ijtimoiy dasturlar yoki to'lovlar firibgarlar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Sizga doplata olish uchun pasport ma'lumotlaringizni SMS orqali yuboring yoki bank kartangiz raqamini ayting kabi soxta xabarlar kelishi mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlanmagan manbalarga bermang. Rasmiy davlat organlari hech qachon sizdan SMS orqali bank kartangizning to'liq raqami, PIN kodi yoki CVC kodi kabi maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Har doim rasmiy veb saytlar yoki ishonch telefonlar orqali ma'lumotni tekshirib ko'ring. Noaniq nuanslar 1. Chet elda bo'lgan fuqarolar. Agar siz vaqtincha chet elda bo'lsangiz va O'zbekistondan pensiya yoki nafaqa olsangiz, siz uchun ma'lumotlarni yangilash jarayoni biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Ba'zida konsullik bo'limlari orqali hujjatlarni tasdiqlash yoki ishonch xati asosida boshqa shaxsning sizning nomingizdan harakat qilishiga ruxsat beriladi. Bu borada O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalariga murojaat qilish zarur. 2. Yotoqda yotgan bemorlar. Agar siz sog'ligingiz sababli davlat idoralariga shaxsan bora olmasangiz, ko'pchilik hollarda sizning nomingizdan qarindoshingiz ishonchnoma asosida hujjatlarni taqdim etishi mumkin. Ba'zi hollarda ijtimoiy xizmatlar xodimlari sizning yashash manzilingizga borib, ma'lumotlarni joyida qabul qilishlari ham mumkin. Bu imkoniyatlarni ijtimoiy himoya agentligi yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan aniqlashtirish kerak. Umumiy yangilanish va aynan ushbu doplata uchun yangilanish. Bu juda muhim nuans. Siz o'zingizning pasportingizni yangilagan bo'lishingiz mumkin, lekin yangi doplata uchun alohida arizada sizdan masalan, sizning oilaviy tarkibingiz, daromadlaringiz yoki yashash sharoitingiz haqida qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rsatishingiz talab qilinishi mumkin. Ya'ni umumiy ma'lumotlar yangilangan bo'lsa ham, aynan bu qo'shimcha to'lov uchun tizim sizdan ma'lum bir hujjatni yoki ma'lumotni so'rashi mumkin. E'lonlarda yoki arizalarda kichik yulduzcha bilan ko'rsatilgan izohlarga alohida e'tibor bering. 4. Qo'shimcha shartlar. Ba'zida doplata olish uchun qo'shimcha shartlar qo'yilishi mumkin. Masalan, kommunal to'lovlardan qarz bo'lmaslik yoki bola maktabda muvaffaqiyatli o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma. Bunday shartlar haqida oldindan bilib olish juda muhim. Amaliy maslahatlar nimalar qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aynan siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni bosishingiz zarur? Ilk qadam. O'z vaziyatingizni aniqlang. Avvalo, siz o'zingizni yuqorida sanab o'tilgan kim xavotir olishi kerak toifasiga kiritishingiz kerak. Siz pensiya olasizmi? Ijtimoiy nafaqa olasizmi? Nogironlik bo'yicha to'lovlar olasizmi? Bolali oila misoliga tushasizmi? Agar ha bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz qachon oxirgi marta yangilanganini eslab qoling. Pasportingiz muddati o'tmaganmi? Yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, uni rasman qayd ettirganmisiz? Bank hisob raqamingiz dolzarbmi? Shu savollarga javob bering. 2 qadam, rasmiy ma'lumot manbalarini tekshiring. Hech qanday qo'ng'iroqqa yoki gumonli SMS xabarlarga ishonmang. Ma'lumotni faqatgina rasmiy manbalardan oling. Bular quyidagilar bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. Pensiya.uz. O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-sayti. Ish.uz. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. MyTalk.uz.
Bu portal orqali ko'plab davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish mumkin. Mahalliy hokimliklarning ijtimoiy masalalar bo'yicha bo'limlari, ishonch telefonlari, yuqorida sanab o'tilgan tashkilotlarning ishonch telefonlari mavjud. Ularga qo'ng'iroq qilib aniq ma'lumot olishingiz mumkin. Operatorlar sizga batafsil tushuntirish berishga majbur. Ushbu manbalar orqali aynan sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lov, doplatda haqidagi yangiliklarni, uni olish shartlarini, talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini va arizalar qabul qilish muddatlarini aniqlang. 3 qadam. Talab qilinadigan hujjatlarni yig'ing. Rasmiy manbalarda ko'rsatilgan hujjatlar ro'yxatini diqqat bilan o'rganing. Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Pasportingizning amal qilish muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. Agar bolalar uchun nafaqa bo'lsa, har bir bolaning guvohnomasi nusxasi. Nikoh guvohnomasi. Agar oilaning tarkibi o'zgargan bo'lsa, bank rekvizitlari, plastik karta raqami, hisob raqami. Ba'zan pensiya kartasi emas, balki aynan doplatda uchun alohida ochilgan hisob raqami so'ralishi mumkin. Buning uchun bankka murojaat qiling. Daromadlar haqidagi ma'lumotnoma, agar kam ta'minlangan oila nafaqasi bo'lsa, oxirgi 3 yoki 6 oylik daromadlaringiz haqida ish joyingizdan yoki soliq idorasidan ma'lumotnoma olishingiz kerak. Tibbiy xulosa yoki nogironlik guvohnomasi, agar nogironlik nafaqasi bo'lsa, eng so'nggi tibbiy komissiya xulosasi va uning nusxasi. Yashash joyidan ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan. Ba'zan bu ma'lumotnoma kompyuter bazasida mavjud bo'ladi, lekin ba'zida rasmiy qog'oz shaklida talab qilinadi. Maktabdan yoki bog'chadan ma'lumotnoma agar bolalarning o'qishi bilan bog'liq bo'lsa, bolaning qaysi sinfda o'qishi yoki qaysi bog'chaga borishi tasdiqlangan hujjat. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nogironlik guvohnomasining asl nusxasi va nusxasi. Ayrim hollarda sizga tegishli bo'lgan boshqa hujjatlar, masalan, mehnat daftarchasidan ko'chirma, harbiy bilet nusxasi va boshqalar ham talab qilinishi mumkin. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zida sizdan hujjatlarning elektron nusxalari, skaner qilingan variantlari ham talab qilinishi mumkin. 4 qadam. Ariza topshirish yoki ma'lumotlarni taqdim etish usulini tanlang. Hujjatlarni qabul qilishning bir nechta usuli mavjud. Onlayn portal orqali MyBog'dagi uz portal orqali ko'pgina arizalarni elektron shaklda topshirish mumkin. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo bo'lishi talab qilinadi. Agar yo'q bo'lsa, uni olish oson. Onlayn ariza topshirish vaqtingizni tejaydi. Portaldagi har bir qadamni diqqat bilan o'qing va hujjatlaringizni to'g'ri joyga yuklang. Shaxsan tashrif buyurish eng ishonchli usullardan biri bu pensiya jamg'armasi. Ijtimoiy himoya agentligi yoki xalq qabulxonasining hududiy bo'limlariga shaxsan borishdir. Borishdan oldin ish vaqtlari va hujjat qabul qilish jadvallarini aniqlashtirib oling. O'zingiz bilan barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini oling. Xodimga savollar berishdan tortinmang. Pochta orqali yuborish. Ba'zi hollarda hujjatlarni buyurtma xat orqali yuborish ham mumkin. Bu usul kamroq qo'llaniladi. Lekin agar boshqa ilojingiz bo'lmasa, uni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Hujjatlarni yuborishda xatni ro'yxatdan o'tkazilgan zakaznoye pismo tarzda yuboring va kvitansiyani saqlab qoling. 5 qadam. Muddatlarni esdan chiqarmang. Bu eng muhim qadam. Aksariyat qo'shimcha to'lovlar uchun arizalar qabul qilish muddatlari cheklangan bo'ladi. Agar siz belgilangan muddatdan kechiksangiz, sizga tegishli bo'lgan mablag'ni olish imkoniyatini yo'qotishingiz mumkin. Masalan, 2024 yil 2 oktyabrgacha degan muddat ko'rsatilgan bo'lsa, siz 2 oktyabr kuni hujjat topshirsangiz ham tizim band bo'lishi yoki boshqa sabablar bilan arizangizni qabul qilmay qolish ehtimoli bor. Shu sababli imkon qadar tezroq harakat qiling. Keyinroq qilarman deb o'ylash bu masalada sizni katta puldan mahrum qilishi mumkin. 6 qadam. Arizani to'g'ri yozing agar talab qilinsa. Agar sizdan qo'lda yoki kompyuterda ariza yozish talab qilinsa, uning mazmuni aniq va to'g'ri bo'lishi kerak. Arizada quyidagi asosiy ma'lumotlar ko'rsatilishi shart. Qaysi tashkilot nomiga yozilganligi, masalan, O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasi bo'limi boshligiga. Kimdan yozilganligi, sizning FIH, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, arizaning nomi, doplatda olish uchun ariza yoki qo'shimcha to'lovni rasmiylashtirish to'g'risida, arizaning matni. Siz qaysi doplatda uchun murojaat qilayotganingizni, uning asosini, masalan, qonun yoki qarornomani,
sizning huquqingizni tasdiqlovchi faktlarni, masalan, pensiya oluvchi ekanligingizni, nogironlik guruhingizni. Bolalaringiz sonini qisqa va aniq bayon eting. Ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, masalan, pasport nusxasi 1 dona, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma nusxasi 2 dona va hokazo, sana va imzo. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini o'zingizda qoldiring va qabul qilgan xodimdan sanasi va imzosini qo'ydirib oling. Bu kelajakda ehtimoliy tushunmovchiliklarning oldini oladi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizning so'ngiga yetib keldik. Men sizga juda muhim va dolzarb ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Yana bir bor takrorlayman. Agar siz ushbu videoda aytilgan amallarni bajarmasangiz, sizga tegishli bo'lgan katta miqdorda qo'shimcha to'lov, ya'ni doplatda sizga kelib tushmasligi mumkin. Bu oddiygina esdan chiqib qolish emas, balki rasmiy talabdir. Shu bois o'z huquqlaringizdan foydalanish uchun iltimos zudlik bilan harakat qiling. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos bu videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va eng muhimi, o'z savollaringizni, tajribalaringizni yoki fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning izohlaringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.